Assalomu alaykum hammalarga. Men shu yil boshidan shu klinikaga kelib, litsina oldim davolanish uchun. 7 yildan beri farzand ko'rolmayaptik. Shu klinikaga kelib Hasan Karimovich, keyin Go'zal opamlar, Indira opamlar kelib litsina oldim. Xudo xohlasa niyatlarimga yetib, mana xudo xohlasa 6 haftalik uzviy qog'ozim bilan turibman. Hammalarga rahmat aytaman. Sog' bo'ling, bizda klinikamizda bir an'ana bor. Har bir bemorimiz biz uchun eng yuksak o'ringa qo'ygan holatda har doim natijani kutib qolamiz va bu natija bilan avvalambor sizni tabriklaymiz. Eson-omon qutulib oling, bag'ringizga bosib oling va albatta doktorlar nazoratida tug'ilgungacha nazorat qilishadi. Bizda bir an'ana bor. Bu homilador bo'lgan ona baxtiga erishayotgan va homilador bo'lgan ayollarda bir shukronalik hissini paydo qilishlik uchun bo'ngimiz bor. Mana shu sehrli tayoqchani bilan urib qo'yasiz. Bu sizda o'sha shukronalik hissi paydo bo'lishligi uchun va bizning komandamizda shu klinika barcha klinikadagi xodimlarni bir g'oliblik hissi paydo bo'ladi. O'shaning uchun mana shu sehrli tayoqchada urib qo'yasiz. Rahmat. Hammalarga rahmat. Xursand bo'linglar. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana Indira ukamni o'zlarini bemorlari polni har doim nazoratda ushalashadi va 3 oyda asosiy nazorat 3 oyda bo'ladi va tug'ilgungacha bemor doktor nazoratida bo'ladi. Va endokrinologimiz Go'zal Maqsudbekovna bular gormonal tomonlama hamma gormonlarni joy-joyiga qo'yib va kelajakda o'sha follikular vaqtida yorilishi, yetilishi, o'sha homilador ovulyatsiya bo'lish darajasigacha nazoratda qilib turishadi. Va qolaversa bu yerda hamma xodimlarni o'zini hissasi bor. O'shaning uchun barcha xodimlar nomidan tabriklaymiz. Eson-omon qutulib oling, farzandingizni bag'ringizga bosib oling. Har doim xursandchilikda, har doim natijada bo'lib yuraversin bizning komandamiz ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.